Assalomu alaykum. Ismim Ziyodulla. FlyESIM kompaniyasining asoschilaridan biriman. O'zi menga fizический sim karta kerakmi, yo'qmi degan savol bor. Keling sizlarga shuni farqini tushuntirib beradigan bo'lsam. Qaysi biri qulay? Fizический sim kartami, elektronniy sim kartami? Agarda siz safar qilish reja qilgan bo'lsangiz, ya'ni O'zbekistondan boshqa davlatga chiqmoqchi bo'lsangiz, sizda обязательно internet kerak. Siz aytishingiz mumkin, men gostinitsaga borib turib, gostinitsaning Wi-Fi dan foydalanaman. To'g'ri, qo'shilaman. Gostinitsaning Wi-Fi dan foydalanishingiz mumkin. Agar butun safaringiz davomida gostinitsada o'tirmoqchi bo'lsangiz, demak sizda gostinitsaning o'zini interneti yetadi, siz sotib olish shart emas. Lekin siz chiqib ko'chalarga yurib, misol kartalardan foydalanib, qaysidir joyni qidirib, ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lib yoki internet aktiv ishlatish sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, siz internet olishingiz kerak. Bunda qaysi yo'llar bor? Siz safar qilgan davlatingizga aeroportga tushasiz. 20 minut, 30 minut, balkim 1 soat navbatga turasiz va fizический sim karta sotib olishingiz mumkin. Ya'ni o'sha borgan davlatingizning fizический sim kartasi. Demak, yarim soat, 1 soat очередьga turasiz, pasportingizni berasiz va $30, qaysidir davlatda $20, qaysidir davlatda $40 o'sha sim kartani sotib olasiz. Demak, juda qimmat. Bu birinchi yo'l. Ikkinchi yo'l, siz hozir O'zbekistonda o'zingiz ishlatib turgan telefon nomeringizga roaming xizmatini yo'qasiz va o'sha roaming xizmati orqali davlatga borib turib o'sha narsani ishlatishingiz mumkin. Va hammamiz bilamiz, roaming xizmati juda qimmat. Bu 400 ming bo'lishi mumkin, 500 ming bo'lishi mumkin, 600 ming bo'lishi mumkin. Va bu holatda ham sizda internet ishlaydi. Va uchinchi holat, siz elektronniy sim karta sotib olishingiz mumkin. Elektronniy sim kartani sotib olish uchun yarim soat yoki 1 soat navbatda turish shart emas. Prosta telefoningizni olasiz, FlyESIM saytiga kirasiz, o'zingizga ma'qul davlatni tanlaysiz va to'lovni qilasiz, aktivatsiya qilasiz. Bo'ldi, internetingiz ulanadi va mana shu hamma jarayon uchun sizda 2 daqiqa vaqt ketadi. Shu bilan birgalikda va safar qilmoqchi bo'lgan davlatingizga samolyot qo'nishi bilanoq sizda internet ishlaydi. Demak, qaysi biri qulay deydigan bo'lsak, elektronniy sim kartani sotib olish, aktivatsiya qilish bor yo'g'i 2 daqiqa. Agar birinchi marta sotib olayotgan bo'lsangiz, 5 daqiqa vaqtingizni olishi mumkin. Bu nastroykalar bilan. Agar doimiy ravishda eSIMni sotib olib, uni aktivatsiya qilib, doimiy hayotingiz davomida aktiv ishlatib kelgan bo'lsangiz, bu 1 daqiqa ham sizga sotib olish va aktivatsiya qilishga yetadi. Demak, bugungi aytib o'tmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Agarda sizda eSIMni o'rnatish bo'yicha, uni aktivatsiya qilish bo'yicha qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring yoki bizning ijtimoiy tarmoqlarimizdagi profillarimizga o'tib savollaringizni berishingiz mumkin va bizning operatorlarimiz sizlarga tez orada javob berishadi. FlyESIM zamonaviy sayohatchilar tanlovi.